Yosh aristokrat Rafael de Valentin qimorda oxirgi tangasini yo'qotib, umidsizlikka tushadi va Sena daryosiga o'zini tashlab o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo tasodifan bir qadimiy antiqa do'konga kirib qoladi. Do'kon egasi 100 yoshlardagi sirli chol unga sag'ri teri, ya'ni yovvoyi eshak terisidan tayyorlangan sehrli parchani ko'rsatadi. Chol Rafaelni ogohlantiradi. Istaklar hayotni qisqartiradi. Rafael avvaliga ishonmaydi va sinab ko'radi. Boylik, hashamatli ziyofatlar tilaydi va tilagi sekinlik bilan ro'yobga chiqadi. U boy bo'lib, Parijning eng yaxshi jamiyatida yashay boshlaydi. Rafael kontessa Feodoraga oshiq bo'lgan bu go'zal, ammo sovuq, hissiz va o'ta egoist ayol hamma erkaklarni o'ziga maftun qiladi. Lekin hech kimga chin yurakdan yaqinlashmaydi. Ammo Feodora uni rad etib, faqat undan foydalanadi. Bu muhabbat Rafael uchun birinchi katta azob va istak bo'ladi. Keyin teri yordamida boy bo'lgach, u Feodoraning oldiga qaytadi. Ammo ayol hali ham sovuq va hissiz. U boylik va shon-shuhratni xohlaydi, lekin chin sevgi emas. Bu orqali bazak jamiyatning yaltiroq, ammo bo'sh hayotini tanqid qiladi. Feodora bu dunyoning ramzi. Uni chinakam yutib bo'lmaydi. Rafael terining qisqarayotganini ko'rib, vahimaga tushadi. U o'z xohishlarini to'xtatishga harakat qiladi. Ilmiy usullar bilan terini cho'zmoqchi bo'ladi. Hatto hech narsa xohlamaslikka intiladi. Lekin inson tabiati shunday. Hatto o'limdan qo'rqishning o'zi ham yangi istak bo'lib chiqadi. U yolg'iz qoladi va faqat chin sevgan oddiy qiz Polina bilan birga bo'ladi. Polina uni chin dildan sevadi, ammo hatto uni quchoqlash, sevish istagi ham terini qisqartiradi. Oxir-oqibat Rafael yoshligida, boyligi va quvonchining cho'qqisida Polinaning quchog'ida vafot etadi. Teri butunlay yo'q bo'lib ketadi.